bir gap o'qidim. Agar uyga kirib kelsang-ku, otang xush kayfiyatda bo'lsa, kulib turgan bo'lsa, bilginki, bu sen tufayli. Uyga kirib kelsang, otangning xonasi ichkaridan berkitilgan bo'lsa, bilginki u yig'layapti. Bu ham sen tufayli. Ilohim otalarning eshigi hech qachon ichkaridan bekilmasin. Belida belbog'i bor, otam bor. Yuribman deb baxtiyor, otam bor. Birovlarda